Bize Toshkentdagi ishlarni bitirdik-da, zamona qarab yo'la chiqib ketdik. Bir gün o'zimiz uchun dam olaylik dedikdan, dongni o'tirib, svejiy воздухda doyinib, zamonning chiroyli joylarini aylanmoqqa yo'la chiqib ketdik. Endi havom shunday zakaznoy bo'lib turibdi. Shunday havoda, shunday joylarda yurib, Instagram kuzatuvchilarim uchun bir video yasamasam bo'lmaydi dedimdan, video olishni boshladim. Aprel oyida odamlar qor o'ynab yuribmi? Yo'ldan o'tib qarasam, katta konsertli zal bor ekan. Şöyle konsert berish menga nasib etsin deb niyat etib qo'ydim-da, yo'limda davom etdim. Zamon avvalgi safar qishda keldik. Bunday qiziqli mazza. Hozir sezonga keldik, shunday bir atmosfera zo'r. Hammada настроение, ishqilib bir bag'rimning sayrida to'g'risi. Bu shaharda birinchi marta o'tganimdan qo'rqqanman. Qo'rqasan axir, balandligi 150 metr bo'lgandan keyin. Ko'pir bir vaqtning o'zida 600 odamni ko'tarib bo'ladi ekan. Uzunligi 305 metr. Endi ko'pirning shamolning sopini darpanishini ko'rsangizlar, вообще boshqacha adrenalin beradi. Zamona kunda kelib yotib qolmay, adrenalin olsak olib ketadi deb bedanan tashijak bo'lib ko'ribman. Bu odamni tashaganini ko'rib, hammadan ham ko'p o'zima kerakman-ku dedimdan. Boladan yerlere baralı deb o'zimga ketadan yere barib o'tirdim. Qaytishda уже uncha qo'rqinchli bo'lmadi, lekin baribir ham 150 metr pastga qaragandan keyin odamni vahima bosadi ekan. Xullas, sayohat odamga energiya beradi. Sayohatga chiqsak bo'lsangizlar, sayohatchi o'z komandasina bemalol murojaat etsangizlar bo'ladi. Bizlar bo'lsa keyingi lokatsiya Shasharaga qarab yo'l chiqdik. Обязательно borib ko'rsangizlar, nechun zamonni O'zbekistonning Shvetsariyasi deb aytishlarini o'zlaringiz tushunib yetasizlar. Xullas, damomish zo'r bo'ldi. Hamma yerni aylandik, Shasharaning tenidan rasman tushdik. Ha, endi Urganchga qarab yo'lda davom etaveramiz. Mana bu mo'jiza bor, mo'jizasi. Asam chiqib turibdi, yomg'ir ham yog'di. Xullas, zamona bo'lgan safarimiz ham shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Bunday videoni birinchi marta ko'rib ko'rishim yoqsa, kommentariya, like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar.